UziMarketni boshlashdagi top xatolar do'stlar. Birinchisi, registratsiya paytida noto'g'ri komissiyalar qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda bu 10 kun, 15 kun vaqtingizni olishiga to'g'ri kelib qoladi. Ikkinchisi esa do'stlar, siz noto'g'ri tovar tanlash, ya'ni analiz qilmasdan turib, hisob kitobini olmasdan turib, qimmat tovar yoki bo'lmasa hozirgi sezon emas tovarni olib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda sotuvlaringizni tushib ketishiga olib keladi. Uchinchisi, to'g'ri tovar tanladingiz, yaxshi komissiyani registratsiyani zo'r qildingiz, lekin tovar kartochkasini yaxshi qilmaydigan bo'lsangiz, unda ham tovarlaringizni odamlar olmasligi mumkin bo'ladi yoki kamroq odam olishi mumkin bo'ladi. To'rtinchi eng katta xato esa do'stlar, tovarlarni zo'rini tanladingiz, omborga borib qo'ydingiz va endi tovarlar sotuvini kutib o'tirish. Bu ham katta xatolardan biri bo'ladi. Tovar topga olib chiqish degan omillar bor. Bu tovar topga olib chiqish degani qidirganda sizning tovaringiz chiqib kelishi. Mana shu tovaringiz birinchi chiqib kelishi uchun qilinadigan omillar bor, 5-6 ta. Mana shu omillarni qilmasdan turib siz tovar sotishni boshlaydigan bo'lsangiz, sizning tovarlaringiz zo'r ketmasligi yoki siz o'ylaganchalik ko'p pul olib kelmasligi mumkin. Agar mana shu narsalarni o'rganib oladigan bo'lsangiz, sizda savdolar zo'r bo'ladi. UziMarketda savdoni boshlamoqchi bo'lgan do'stingizga yoki boshlab turib hali savdolarni zo'r amalga oshirmayotgan do'stingizga jo'natib qo'yasiz.